Ommaviy axborot vositalari orqali mana shu qaror farmonlarni masalan ahamiyati, mohiyatini, uni ijrosi bo'yicha ma'lumotlar beramiz. Lekin tadbirkorlarning barchasi ham bundan xabardor bo'lmasliklari mumkin. Qachonki biz tadbirkorlardan o'zini faoliyati borasida muammolar duch kelar ekan, qachon bizga aloqaga chiqar ekan, biz o'sha muammoni bartaraf qilamiz deb kutib o'tirmasdan biz ularning bilimini ham, saviyasini ham oshirishimiz kerak-da. Bu uchun qanday ishlar amalga oshiriladi? Ular xabardor bo'lishlari kerak-ku o'zini faoliyatini olib borish borasida. Qachonki muammoga duch kelganda ular murojaat qilmasdan, balki mana shu bilimlarga ular ega bo'lsalar, bunday muammolarga duch kelmaslar. Bu uchun qanday ishlar amalga oshirilyapti? Yangi qabul qilinayotgan farmonlardagi imtiyozlarni tadbirkorlik subyektlariga, umuman fuqarolarga yetkazish maqsadida ochiq muloqotlar tashkil qilingan. Bu ochiq muloqotda shaxsan rahbariyat ishtiroki ta'minlanadi va vujudga kelgan muammolar o'rnida bartaraf qilinadi yoki bo'lmasam agar qonunchilikka kiritish kerak bo'lgan takliflar bo'lsa, uni atroflicha o'rganib tegishli yuqori turuvchi tashkilotlarga yuboriladi. Ya'ni bu hududlarda, barcha hududlarda ochiq muloqot o'tkazilayotgan bo'lsa, shu ochiq muloqotlarni aynan qaysi vaqtda va qaysi joyda o'tkazilishi bo'yicha aniq reja grafiklar tasdiqlanib, tegishli o'zimizni ijtimoiy tarmoqlarimizda yoritib borilyapti bo'yicha.